Mutaxassislarning ta'kidlashicha, bolaning maktabgacha ta'limga bo'lgan ehtiyoji qondirilishi uning kelgusida maktab ta'limiga tayyorgarligiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli respublikamizda maktabgacha ta'lim tashkilotlarini hozirgi zamon talablariga javob beradigan ta'lim muassasalariga aylantirish bo'yicha keng qamrovli ishlar olib borilmoqda. Muxbirimiz Sirdaryo viloyatidan xabar beradi. Sirdaryo tumanida maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirish, bolalar uchun zamonaviy va xavfsiz ta'lim muhitini yaratish borasida istiqbolli loyihalar amalga oshirilmoqda. Tumanning Ilg'or mahallasida joylashgan 24-son davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti 40 o'rinli binodan 120 o'rinli zamonaviy ta'lim muassasasiga aylantirildi. Yangi bino barcha zamonaviy talablar asosida barpo etilgan bo'lib, yorug' va shinam guruhxonalari, musiqa va sport mashg'ulotlari uchun xonalar, oshxona, tibbiyot xonasi hamda bolajonlarning har tomonlama rivojlanishi uchun zarur shart-sharoitlar bilan ta'minlangan. Sirdaryo tumanida hozirgi kunda 32 ta davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti faoliyat olib bormoqda. Bundan hozirgi kunda 10 ta davlat maktabgacha tashkilotimiz mukammal ta'mirlanib topshirilyapti. Ajratilgan summa 8 milliarddan ortiq, to'liq qoplanib, to'liq quvvatda ishlashga mana tayyor. Bugungi kunda muassasada malakali mutaxassislar yosh avlodga sifatli ta'lim tarbiya berish, ularning intellektual va ma'naviy salohiyatini yuksaltirish yo'lida samarali faoliyat olib bormoqda. Bu albatta bolajonlarimiz uchun O'zbekiston Respublikasi mustaqilligining 35 yilligiga katta to'yona bo'ldi. Xodimlar uchun ham, bolajonlar uchun ham juda kayfiyatlari yaxshi, a'lo darajada. Ta'lim dargohi 120 o'ringa ega bo'lganligi bois mahalladagi bolajonlar boshlang'ich ta'limga to'liq qamrab olindi. Sirdaryo tumanidagi Elobod mahallasida joylashgan 19-son davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti ham qayta ta'mirlanib, foydalanishga topshirildi. Zamonaviy davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti mukammal ta'mirdan so'ng 150 nafar bolajonlarni o'z bag'riga oldi. Aziz bolajonlarimizni har tomonlama barkamol, yetuk voyaga yetishlari uchun, ta'lim tarbiya olishlari uchun ajoyib bir maskan bo'lib yaratildi. Davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida bolajonlarimiz ta'lim tarbiya olib, yurtimiz ravnaqiga hissa qo'shadigan buyuk insonlar, buyuk allomalarimiz bo'lib yetishadi degan umiddamiz. Ta'kidlash joizki, ta'lim maskanida o'g'il-qizlarning ham jismonan, ham ma'nan barkamol bo'lib voyaga yetishlari uchun barcha zarur shart-sharoitlar yaratilgan. Bunday ta'lim maskanlarining foydalanishga topshirilishi tizim ravnaqi va taraqqiyoti uchun mustahkam poydevordir. Zero barkamol avlod yangi O'zbekistonning munosib vorislaridir.